Omad bro, video bomba chiqibdi. Shunaqa videolardan ko'proq chiqaring. Siz eng yaxshi birinchi man Wow, ko'rdim. Primera'dan Degan o'yinni o'ynayman. O'tgan safargi videoda aktiv bo'lganlar uchun bu videoni chiqarishga qaror qildim. Real hayotda bo'lgandek siz Minecraftda ham cho'kib bo'lishingiz mumkin. Lekin siz necha sekund ichida cho'kib bo'lishingizni bilasizmi? Hozir bunga oydinlik kiritamiz. Agar siz shunday brone kiygan bo'lsangiz 32 sekundda, bunaqasidan kiygan bo'lsangiz ham 32 sekundda. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, istalgan bronangizni kiysangiz yoki umuman brone kiymasangiz ham siz 32 sekund ichida o'lasiz. Ender Dragon o'yinning eng oxirgi bossi, lekin uni yutganingizdan keyin o'yin tugamaydi. O'yin davom etaveradi. Va Ender Dragon yutganingizdan keyin mana shunday yozuvlar chiqa boshlaydi. Bu oddiy yozuvlar emas, bu ikki kishining suhbati hisoblanadi. Va bu suhbat 3 daqiqadan ko'p davom etadi. Agar siz Creeperni qo'l bilan o'ldirmoqchi bo'lsangiz, uni 7 ta zarbada o'ldira olasiz. Minecraftda asalarilar qo'llaganda ulardan qutulishning eng zo'r yo'li bu suv. Minecraftda oy doim to'lin shaklda bo'ladi, lekin bu juda ham chiroyli ko'rinadi. O'rgimchaklar doim kechasi agressiv bo'ladi va doim sizga hujum qiladi. Lekin kunduzi esa sizga do'stona, umuman hujum qilmaydi. Survival rejimda umuman bedrockni sindirib bo'lmaydi. Qanaqadir buglar yoki kreativ orqali buzish mumkin. Shalkerlar sizni uchiradi, lekin o'zlari uchisha olmaydi. Bechoralar. Minecraftdagi dislarni ko'pchilik umuman eshitib ko'rmagan. Skelettlar juda ham aqlli, ular yona boshlaganida suvga tomon talpina boshlaydi. Minecraftdagi o'tlar sizni umuman yashirmaydi, uni ortida turgan mob sizni bemalol ko'rishi mumkin. Kaktus hech qachon olovda yonmaydi, daraxt esa moblarni shunchaki o'ldirgandan ko'ra uni jajgilka bilan yoqib o'ldirgan yaxshiroq. Bu ham vaqtdan yutasiz, ham tayyor go'shtlar sizni kutib oladi. Qishloqlardagi mana bu qo'ng'iroq xavf yaqinlashganini anglatadi. Buni chalsangiz hamma qishloqlar uylarining ichiga kirib ketishadi. Minecraftda tovuqlar qancha balandlikdan tushsa ham o'lishmaydi. Kreativ rejimda qilich bilan hech qanday blokni sindira olmaysiz. Magma blogini ustida o'tirib yurganingizda sizni joningiz ketmaydi, lekin tik turib yurganingizda ketadi. Minecraftda kitoblar bor, lekin ularni o'qib bo'lmaydi. Kartoshkalarni bemalol pishira olasiz, lekin ularni tozalay olmaysiz. Qishloqlarda mushuklar juda ham ko'p uchraydi, lekin umuman itlar uchramaydi. Minecraftda qon fizikasi mavjud. Bola. Maslaga Voxelus kanalini tavsiya qilaman, chunki bu kanalda bir-biridan sifatli va eng muhimi foydali bo'lgan Minecraft videolar jamlangan. Hoziroq komment orqali o'tib kanallariga obuna bo'ling va oxirgi videosiga kirib like bosing va video kommentariyasiga o'sha afsonaviy so'z guruch so'zini yozib qoldiring. Har bitta yozilgan kommentariyani shaxsan o'zim tekshiraman. Keling shu do'stimizga ham birinchi 100 ta obunachisini to'plashga yordam beraylik. Endermenlarning ko'ziga tik qarash ularga urush ochganingizning belgisidir va ular sizga shu zahot hujum qilishni boshlaydi. Sinov golemlar yomg'irga chidamsiz va ular yomg'irda o'lishadi. To'g'risi ham bu qor-ku erib ketishi aniq. Oltin astaqalar sifatli, lekin juda ham tez sinib ketadi. Demak, sifatli emas. Villagerlar butun umrini degan so'z bilan o'tkazadi. Zombilar kunduzi yurishi uchun ularning boshida shunchaki qalpoq bo'lsa yetarli. Minecraftda hech qaysi mob orqaga yurmaydi. Qishloqlarning mehnatini bir pul qilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki sizga sakrash yetarli. Bu yerda cheksiz suv juda ham oson, 4 ta blok va siz cheksiz suvga ega bo'lasiz. Nezerda kompas umuman ishlamaydi, sababi u ham Nezerda yo'qolgan. Nezer olamidagi uyqu eng shirin uyqu hisoblanadi. Ko'pchiligingiz bilsangiz kerak, Nezerda mana shunday bedrockli text yer bor, xuddi Flat World ga o'xshagan. Bu Nezerning eng tepasida mavjud. Bu yerga chiqish survivalda juda ham qiyin, balki umuman imkonsiz va bu yerga chiqishdan hech qanday foyda ham yo'q. Nezer olamida balandliklardan qayiq orqali tushish juda ham oson va juda ham qulay. Aytgancha, qayiqning ustida ko'p o'tirib qolmang va qor bilan ham bemalol tushishingiz mumkin agar sizda u bo'lsa. Nezerdagi dahshatlardan biri bu gaz. Uning ovozi juda ham qo'rqinchli chiqadi. Va bunaqa ovozlar men uchun ham biroz qo'rqinchli. Nezer olamida end portalni qurish mumkin. Bundan nima foyda? Qiziqarli fakt. Minecraftdagi hayvonlarning jinsi yo'q, ya'ni ular ayol yoki erkak turiga bo'linmaydi. Agar siz full brone kiymoqchi bo'lsangiz, sizga 24 ta temir kerak bo'ladi. Minecraftda to'liq bir kun 20 daqiqaga tengdir. Kechasi 7 daqiqa, kunduzi esa 13 daqiqa. Minecraftda chanqashdan o'lib bo'lmaydi. Siz umuman chanqamaysiz, lekin ochlikdan o'lishingiz mumkin. Va albatta Minecraftda umuman shamol yo'q. Minecraftda bitta pikselga sakrab ham omon qolish mumkin. Minecraft yaratuvchisining ismi Marcus Persson, ya'ni Nosh nomi bilan tanilgan kal biri. Bir paytlar Noshning kal boshi Minecraftda ham bo'lgan. Ananas, mama ananas. Minecraftda pandalar salto ochishni biladigan yagona mavjudot. Minecraftda deraza bor, lekin ularni ochib bo'lmaydi. Minecraft o'yinida ko'zgu yo'q, lekin F5 bor. Faqatgina siz Minecraftda lavali chelakni qo'lingizda bemalol ko'tarib yurishingiz mumkin. Haqiqiy hayotda bu imkonsiz. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, sababi bizni shuncha odam obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Agar ushbu videoda 200 dan ko'proq yig'iladigan bo'lsa, keyingi video bundan da ajoyib bo'ladi. Hammangizga xayr, ko'rishguncha.